yomg'irlar ham boshlab yubordi biz kelganimizda. Mana bu obyektni hozir kirib ko'ramiz sizlar bilan. Juda chiroyli bitgan bu xolisi. Videoni oxirida menga eng yoqqan videosini qo'yaman, xonasini qo'yaman. Sizlar ham ko'rasizlar, baho berasizlar. Yoqdimi, yoqmadimi? Videoni ko'ringlar, qolganini ham so'rab qilamiz. Bu organizatsiyamizni kirish qismi resepsioni, polnom resepsionni boshdan oyoqqa berganmiz. Devorlarga apishkalan qilib berganmiz, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bunisi 100% krashinning, tagida podsvetkasi bor. Mana o'yilgan. Riflonli faqat gullar yeringiz. Bu tarafga o'tiradigan formalari, hammasi partalari bilan kraskani ham ideal qilingan holisi. Ko'rsanglar bo'ladi. Juda ochib ketdi. Endi devorda panelimiz mana. Shikamiz juda chiroyli ishlangan. Mana bunaqasiga kulib tashalgan buni. Bu yerda mana o'sha palasalar bor. Magazin bor. Juda chiroyli chiqqan. Koridorga o'tib turish. Ularni akkuratli qilib berilgan. Tugal shaklni chiroyli qilib berganmiz. Tek bilan baholasi. Video ko'rib, videoga baho berasizlar. Obyektimiz deyman bu uchebnik xona. Ko'rsanglar, stroboka dizayni qilingan bu. Devorli bo'lgan apishivka. Partali biz tomonimizdan qilingan. Mana bu tarafchi apishivka biz tomonidan qilingan. Partani nimasini qilganmiz? Polni komplet qilib berganmiz. Usti krashinning 100% benchetlari bilan avval qilingan. Krashinning tegini oyoqlar bilan tayyor sotib olganmiz. Mana bu tarafini krashinning Strogopa dizayni o'sha dizayner bergan rang bo'yicha qilingan parta va devorga mana apishkalar juda chiroyli chiqqan. Bu bilan ko'rsanglar bo'ladi mana. Orasida qora liniyalar ham bor. Uchtirski stolga e'tibor berishinglarni so'rab qolardim. Ko'rasizlar. Krashinning mana bu yoqda usti ham krashinning, oyog'i krashinning va riflonning dumaloq qilingan. Ikkita oyog'i ham xuddi shunaqa. Dumaloq krugovoy riflon. Juda chiroyli chiqqan obyektimiz. Skromni, stilni chiqqan. Strogiy shu organizatsiyaga mos qilib qilingan. Shu videoni boshida aytganimdek, eng zo'r menga yoqqan xona yetib keldi mana. Stol g'alva. Inkrustatsiya qilingan. Shpon bu. Bunisi bunaqasiga terilgan, bu bunaqasi terilgan, o'rtasida krashinning mana bu mana ko'rsanglar bo'ladi. Bespроводный зарядка и anaqalar bor, rozettalar bor. Oyoqlar ham mana ko'rsanglar bo'ladi. 100% mana krashinning uni cho'tki qilib baquvvat qilib qilingan. Bu ham dizayn bo'yicha qilingan. Bu xonamizda mana bu devordagi ikkita panelimiz. Mana apishivka yana xuddi shunaqa apishivka qilingan bo'lib oynalari bilan. Ruchkalari mana qora. Juda chiroyli, ziraqayli kattaligini LG ekan. Xonamiz juda skromni ishlangan. Stolimiz ham juda mana xonaga mos tushgan. Daraxt tekstura. Partada, stolda, devorda mana apishivkalarda juda chiroyli chiqqan. O'zingni ko'rib baho berasizlar.
bo'ladi.